harbiy texnika bormi, harbiy qurol yarog'mi, o'shani ham borib, ko'rib, qo'lingiz bilan ushlab, hattoki rasmga tushib olish imkoniyatlari ham bo'ldi. Vatan himoyachilari kuni bilan faqat larimizni va hammangizni tabriklayman, chunki har bitta himoyachisimiz, har bittamiz. Undan keyin mana albatta mart oyini tashlab ketib bo'lmaydi. Erta juda ham chiroyli bahoriy bayramlarimiz bor. Shu bayramlar bilan ham chin qalbimdan hammangizni muborakbod etishga ijozat bergaysizlar, hurmatli vatandoshlar. Boshim osmonga yetdi, qiladigan ishlarimiz juda ko'p birgalikda. Xudo xolasa shuni amalga oshiramiz degan umiddaman. Yoshlarga fikrlarim bor, agar o'sha sport yo'nalishidan, adabiyot, mutolaa yo'nalishidan yurursak, Xudo xolasa yana zo'r bundan ham g'oyalarni chiqarib beramiz va amalga oshiramiz. Hozir juda katta, chiroyli, go'zal islohotlar bo'lyapti. O'zbekistonni bir yangicha ko'rinishga olib kelishga hammamiz harakat qilyapmiz. O'sha harakatlarimiz ham baroridan kelsin deya. Hamisha o'sha hamma o'ylagan niyatimiz u g'oyalarimizga yetib boraylik deyman. Hammangiz sog' bo'ling, salomat bo'ling va charchamang. O'qib, sport bilan shug'ullanib yuravering. Haqiqatan ham qaranglarki, bunaqa zamon bo'lmaganda, masalan, hokimlar biz ham yoshimiz ulg'ayib qariya bo'lganimiz yo'q, uzr, ming bor uzr. Bizda biz o'qiganmiz, mana kattalar ham o'tiribdi, bunaqa yorug' sinflar yo'q edi. Hani qora pardalarda o'tirardik-da. Yoki bo'lsa musiqa maktabiga boradigan bo'lsak, o'qardik, musiqa maktabida tomi tushib ketarmikin-da. Bugungi kunda yurtboshimizni qarang, joni qiyapti. Lekin yurtboshimiz gapirgani bilan biz kichik yordam bermasak, uyatdan bo'ladi-da. Chunki uyda dadangiz ana ishni qilib qo'ygin desa, qilmasangiz yomon bo'ladi-ku. Shuning uchun qarangki, biz yurtboshimizga darda bo'lsak, yurtboshimiz aytadi, xalq ichida yurgan. Sizlar dardlaringni eshib, ashdardlaringni olib chiqib, har mana shu johada birikki mana so'xdan mana haligida chempionlikamizni ko'rib xursand bo'ldiki, bunaqa chempionlardan ko'p chiqsin. Buyuk matematiklar, olimlar chiqsin. Oldin kitob bitta sinfga 4 ta kitob berishardiki, sen to'g'ri o'yinlikda dars qilasan, sen to'g'ri o'yinlikda dars qilasan. Hozir kutubxonalarni qarang, yorug' joylarni qarang. Shuning uchun o'ylaymizki, hali bizni yurtimiz haqiqiy buyuk bo'ladi. Mana shu buyukimizni odobimiz, madaniyatimiz, ma'rifatimiz bilan Xudo xolasa javob beramiz degan umiddamiz, Ulug'bek aka. Albatta. Bu yoshlarga ishonishimiz kerak va ishonamiz ham. Nimagaki, bizni yoshlardagi yoshlar hech qayerda yo'q. Baribir bu yoshlarni hamma g'oyalari bo'ladimi, o'sha muammolarini yechib berishimiz kerak. O'sha qaysidir masalada o'sha qanaqadir tushunmayotgan bo'lishi mumkin. Oddiy siz bilan menga yoki mendan ham kattaroq, sizdan ham kattaroq odamlarga oddiy yechilib ketadigan taraflarini o'sha yechib berishi mumkin. Shuning uchun bu suhbat o'sha kerak. Shuning uchun prezidentimiz oldimizga shunaqa suhbat qilishni qo'yibdilar. Ayniqsa o'sha yana bir bor aytaman, hokim va yoshlar uchrashuvi bu juda ham zo'r o'sha ideya hozirgi kunda. O'sha siz bilan suhbat davomida yoshlar o'sha narsalar, masalalar yechiladi. Menga qiziqtirgan nima savolinglar bo'lsa, marhamat, men o'sha siz bilan o'sha uchrashganimizdan foydalanib, siz bilan suhbatlashib oling. Sizdan o'sha ozgina energiyadan olsam, keyin men ham o'sha kino qilib o'zingizlarga qaytarib beraman o'sha energiyani. Marhamat. Noqulay savol bersanglar ham mayli. Noqulay savol bersanglarmi? Noqulay savol qanaqa bo'ladi endi? Men necha soat uxlaysiz? Qur'on otasizmi yo'qmi? U qulay, noqulay savol aytib qanaqa bo'ladi? Ulug'bek, men bitta nimam borda, mana hokim bova nimaga borganlarida, Toshkentga borganlarida huquqlik studentlar bilan uchrashdilar, talabalar bilan men kecha televizorda ko'rib benovatlar bo'ldim. O'sha bolalar, meni jiyanlarim ham bor. O'sha yerda Toshkentda o'qiyotgan bitta rejissyorlarga o'qiyotgan bitta bola bor. Meni talaba emasdi. Men o'qitgan o'sha bola aytdiki, men kelajakda institutni bitirib Toshkentda rejissyor bo'laman dedi hokim buvaga. Shunaqa aytdi. To'g'ri. Keyin men sizdan iltimos qilamanki, o'sha san'at institutida o'qiydi o'sha bola. Bola o'qiydi. Hozir familiyasi Turduboyev Dilrozmi? Ha, Dilroz. O'sha bilamiz bola. Hozirgingiz biron joyda chiqsangiz juda maza qilasiz ekan.
Bir kuni televizorni shunday Farg'onaga boruvdim, yanimda uyda tursam, shunday qo'ysam, bitta kino o'ynagan ekan u bola, tarbiyali kino ekan. Ko'rib bela xursand bo'ldim. Ota-onasiga kelib, shuni tarbiyalaganingda o'qitgan o'qituvchilarga rahmini ado qildim. Asa xursand bo'ldi. O'sha yerda kecha ko'rdim men iltimos qilamanki, sizdan o'sha bolani qo'lingizga olib, tarbiyalab, o'shani bir ijobiy bola qilib bizga tavsiya etishingizni qilaman. Xo'p bo'ladi. Bundan oldin hozir uchrashuvdan kelyapman. O'sha yerda bitta onaxonimiz shu taklifni menga berdilar. Yordam bering shu yigitga deb. Men boshqa taklif qo'ydim. Biz hozir xabaringlar yo'q, sizlarni hozir tushuntiraman, hurmatli yoshlar, hurmatli aholi. Bu Farg'ona shahriga kinostudiya tashkil qilmoqchimiz, professional darajadagi studiya. Mana yonimda men bilan birga ishlaydigan hammasizlar yoshlar kerak menga. Agar shu yigit Farg'onada ishlayman, rejissyorlik o'sha hamma imkoniyatimni sarf qilaman desa, men yonimga olaman. Men o'zim rejissyorman, yana kerak. Men bu yerda endi butun umr qolish imkoniyatim yo'q. O'sha studiyani yurg'izib, yoshlarni ishlatib, o'sha professionallarni olib kelib, o'sha studiya ishini yurg'izib berishim kerak bo'ldi. O'shanda o'ziga qoladi o'sha studiya. Ularni o'zi keyin o'zining g'oyalarini syomka qilaveradi. U endi Toshkentga faqat o'sha chaqirganda, hani yaxshi proyektlari Toshkentdan ishga tushib qolganda borib syomka qilib kelaveradi orasida. Lekin rejissyorlar, operatorlar, ssenariy yozadiganlar, junaqa odamlar menga kerak. Rassomlar, kinoda o'sha muzika tarafi ham, muzika tarafimiz ham bizga juda ham zarur bo'ladi. U yerda misol uchun men professional operator olib kelaman, professional rassom olib kelaman, o'shalardan o'rganadi. Rejissyorlik yo'nalishida yurganlar o'zimdan o'rganaveradi sekin-astalik. Hozir institutda o'qiyotgan bo'lsa, demak u yigit maktabni ko'ryapti. Ko'rib olsin, keyin praktikada o'sha nazariy bilimlarini praktikaga xudo xolasa birgalikda olib chiqamiz. Menga bu yigitni o'sha tavsiya qilib bo'lishdi, men qabul qildim. Endi o'zi bilan bir bog'lanib gaplashib olaylik, qani bir ikkita kitoblarni o'qimayotganini qo'shib, bir ikkita yo'nalishlarni berib, sekin-sekin o'zimizni izimizga tushirib olamiz. Muzika yo'nalishidan Dilshod Ahmadshoh, Otabek Muhammad Zohidlar yordam berishadi. Endi ulardan o'rganadi o'sha kinoni qanaqa muzikasini qo'yish. Ssenariy tomondan ham ustalarni olib kelamiz va usta operator, rassomlarni ham olib kelamiz. Xudo xolasa Farg'onada mana o'zimda tayyor studiya bor, o'shani olib kelib hujjatini qo'yib qo'ysak ham tushaveradi. Vodiy film studiyamiz nomi. Agar o'sha yerga o'sha Farg'onaga tashkil qilmoqchi bo'lib yuribmiz, shuni qo'limizdan xudo xolasa keladi. Shuni yo'lga qo'yib yurg'izib olsak, butun vodiy uchun ham qamrab olsa ham bo'laveradi. Andijon, Namangan yaqin. Ularni ham o'sha ehtiyojlariga qarab kinolari ishlab xudo xolasa chiqaramiz. Keyin o'zimni juda ham katta proyektim bor. O'shanda ham shu yigit hali tanishmasman, lekin orqa-varaqdan tanib bo'ldim. Chaqirib olaman, xudo xolasa yonimda bo'lsa, o'zi ham ajoyib bir san'atkor yetishib chiqsin shu so'qdan, aynan kino sohasida ijod qiladigan. Rahmat taklifingiz. Rahmat, tog'a jo'natganingizga rahmat. O'shaning uchun qarisi bor, unda parisi bor deydi. Sizga o'xshagan bobolarimiz, onalarimiz sog' bo'lsin, qarsanglar. Mana bu jonli muloqotda biz Ulug'bekjonga sizlarni ishlayotgan qanaqa bir qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, nimaga qiziqasizlar, bemalol mana Ulug'bekjonga berishlaring mumkin. Ulug'bekjon jonli bugun mana muloqotda sizlarga savollaringga javob beradigan umiddamiz. Savollar bormi? Marhamat, beringlar savollar. Har qanday keyin yana bitta yoshlar aktyorlik sohasiga qiziqsanglar, Qo'qonda ham institut ochilgan. San'at va madaniyat institutining filiali. Juda Toshkentga borginglar kelmasa, o'sha yerga borib o'qisanglar ham juda chiroyli ta'lim berishadi. Bizga aktyorlar ham kerak hozir. Professional aktyor, aktrisalar kerak. Zarur. Shuning uchun o'shanga ham ahamiyat beringlar deyman-da. Ichimda qolib ketmasin. Albatta, o'zi bugungi kelishimizni o'sha maqsadimiz ham shu iste'dodlarni topish, ularga biz yordam berish, oliygohlarga olib kirish, nima kamchilik bo'lsa o'shalarga yordam berish maqsadida kelingan. Shuning uchun ishlaringga qiziqtirgan qanaqa savollar bo'lsa bugun berishlaring mumkin. Ana shu o'ylaymizki, yechimini topasizlar savollaring degan umiddamiz. Ha?
Albatta. Bormi savollar? Marhamat. Assalomu alaykum, avvalambor xush kelibsizlar. Mana bizni sizni mana shu filmlarda ijro etgan rollaringizni ko'rib turaman, shu aytib o'tganingiz har doim nimalarda. Mani bitta savolim bor. Mana shu o'zbek kinosini mana hozir nafaqat o'zimizni yurtimizda buni ochiqchasiga aytish kerak, qo'shni davlatlarda ham ko'ryapmiz. Shaxsan qo'shni davlatlarda telekanallarda ham mana shu kinolarni qo'yyapti. Mana shu kinolarda premyerasi bo'lyapti kinoteatrlarda. Endi sizga shu savolim borki, sizni mana shu xorijiy kino rejissyorlar tomonidan, xorijiy kinostudiyalar tomonidan sizni kinolarga taklif qilishdimi yangi asarlar bo'yicha? Shu haqida aytib bersangiz. Rahmat. Hozir ikkita shunaqa taklif bor, hozir o'sha gaplashib turibmiz. Endi nasib qilib qolsa, endi bu yilning boshida bo'lmaydi bu ishlar, yilning oxiriga rejalashtirilgan. Agar nasib qilib qolsa, o'sha yerda ham shu O'zbekistonni ulug'laydigan ishlarni qilishga harakatda bo'lamiz. Chunki bizni san'atimiz ustozlarimizdan bizga meros bo'lib kelyapti, bu juda kuchli darajada bo'lgan. Va o'sha darajada ham endi faqat o'sha kamroq ish qilganimizga, hani xususiy sektorda ko'proq ishlar bo'lib, aralashib ketib qoldi. Hozir yaxshi yomon kinoni ajratib olishni ham o'zi emas. Lekin chet eldan takliflar bor, yo'q emas. Men oldin tushganman ularning filmida va o'zbek aktyorlik maktabiga ular qanaqadir bir boshqacha munosabatda. Nimagaki O'zbekistonda bizim o'zimizning mentalitetimiz bor, ha? O'sha mentalitetning asosi samimiyatga qurilgan. Munosabatlar samimiy bo'ladi. Men hozir so'xda o'shani bir yuqori darajasini ko'rdim. Bekorga aktyorlikka qiziqtirmayapman sizlarni. Agar borsanglar, sizda o'sha professional aktyorlarda yo'q narsa bor. Bu samimiyat. Hozir bir xilida shunaqa chiqyaptiki, o'sha nosamimiy yoki surbetlarcha, men desak ham bo'ladi. Shunaqa ijrolar bor. Surbetlarcha yoki bezbetlarcha ijrolar bor. O'sha narsa kerak emas. Bizga samimiy kerak. Biz ham o'sha chet el filmlarida tushsak ham o'shanaqa samimiy tomonimiz ularni o'ziga tortgan. O'sha tomonimiz uchun chaqirishganmiz. 2003-yilda afg'on rejissyori Siddiq Obidiy Bulutlar degan film oldi. O'shanda men Afg'onistonga borganman, chet elga. Endi tinchigan Afg'oniston, o'sha yerda ularning endi Afg'on davlatining o'sha taklifi, o'sha filmini qilib berganmiz. Birinchi filmini biz suratga olib berdik, tinchlik o'rnatilgandan keyin. O'sha film ham juda katta muvaffaqiyatli bo'ldi va u yoqni ham aktyorlari xuddi shu tomonimizga tan berdi. O'zbekistonni o'sha o'zgarmasin deb qolishdi. Shu narsa o'zgarmasin deb. Endi vaqt, zamon o'tganda qanaqadir nimadir o'zgarishi mumkin. Lekin shu aynan samimiyatimiz o'zgarmasligi kerak deb hisoblayman. Keyin Toshkentga samolyot qo'ngan, o'shanda bir 2 oy bo'lganmizda Afg'onda. Shunda qo'nayotganda tepadan qarasam 9 etajli binolar o'sha. Endi biz ko'rib katta bo'lganmiz u binolari. O'shanda men aytgan ekanman, o'shanda odamlar nimaga samolyotdan tushib, tiz cho'kib yerni o'pishini o'shanda his qilganman men. O'shanda aytganman o'zimga o'zim noshukur ekanmiz. Shunday tinch yurtda, shunaqa bir salohiyatli davlatda fuqarolari bo'lib turib, noshukurlik qilar ekanmiz-da, yomonlar ekanmiz. Uni u yetmaydi, u yo'q, bu yo'q. O'sha musulmon, musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan degani bu ayni haqiqat ekan. O'sha men aynan chet el kinosida suratga tushish asnosida shu narsani anglaganman. Siz ham o'sha eng zo'r tomonlarimizni ko'rsatadigan insonlar bo'linglar, hurmatli yoshlar, va o'sha birgalikda qilaylik shunaqa ishlarni. Shu kunlarga yetkazsin. Bobur Mirzo shu ko'chalarimizdan o'tgan, mana shu ko'chamizdan surat olib degan joyimizga borib o'sha yerda qo'lim topolmasdan ishorda ham anchagina qo'lim topib shu yerdan keyin Afg'onistonga o'tib ketishgan. Agar Bobur Mirzo bir film tayyorlagan bo'lsa, shu biz qishloqlarga bir
nima qilsang degan niyat. Rahmat, albatta. Men o'zim boshlagan filmimni ham aytib qo'ying sizlarga. Mustaqillik uchun kurashgan ota-bobolarimiz, revolyutsiyadan keyin qo'rboshilar harakati bo'lgan o'sha milliy ozodlik harakati, shularni Shermuhammadbeyni olib, bosh qahramon qilib, hammasini hayotini ko'rsatmoqchiman. Ular ham bu yoqda mana shu so'qlarda yurishga, hozir yo'lda kelib turib, qarab turib, menga eng tushadigan joyi hali katta kabinlar yo'q hali. O'sha bizga aynan kerak. Hozir o'tkungacha shuni syomka qilib olishimiz kerak. Baribir u kabinlar o'tib ketadi-ku, o'shangacha hozircha bor o'sha manzaradan foydalanishimiz kerak. Juda ham to'g'ri kelyapti. Meni o'zimning filmim. Keyin Bobur Mirzo haqida g'oyamiz bor. Qaysi yo'ldan yurgan bo'lsa, o'sha yo'ldan syomka qilamiz. Qaysi toshni bosib, oyoqlari nima qilib ketgan ekan, etiklarini yechib olib yurgan joylari bor Bobur Mirzo. O'shalargacha xudo xolasa suratga tushirib, har bittasini kadrma-kadr yetkazamiz. Bu ham rejalarimizda bor. Endi vodiy film bo'lgandan keyin Bobur haqidagi filmni biz olamiz deb so'radi. Albatta bizda o'sha ma'naviy huquq va haqqimiz bo'ladi o'shanda. Xudo xolasa o'sha kunlarga taklifingiz uchun rahmat. Hozir akajon yo'q deb Ulug'bekjon bilan kelyapti. Nuqulmashli joylarda hozir ko'rib kelib, zavqlanib kelyapmiz. Haqiqatda o'sha Ulug'bekjon o'sha ssenariyga juda ham to'g'ri keladigan joylari ko'p ekan. Xudo xolasa albatta biz iltimos qilamiz aka, xudo xolasa o'sha tavolaylik deb. Alloh razı olsun. Syomkada ham qatnashib faol, o'sha otlarni minib yigitlar, shularga ham yordam berasizlar xudo xolasa. Rahmat. Mehmonlar, sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. To'g'risi, hokim va yoshlar uchrashuvida bugun So'x tumanida umuman kutilmagan holat. Haligi nima desam bo'ladi, ssenariyda bo'lmagan narsalar bo'ldi. Hech qayerda bo'lmagan. Mana hokim va yoshlar uchrashuviga mana poytaxtimizdan kelgan aziz insonlarimiz bevosita ishtirok etishyapti. Buning uchun Farruxbek Sarifga minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Endi hurmatli mehmonlar, ruxsat bersangiz, mana shu tumanimizni hali nomini himoya qilib, viloyatda, respublikada, qolaversa qo'shni respublikalarda sport yo'nalishida hali ishtirok etgan yoshlarimiz bor. Sizning ijozatingiz bilan mana shu yoshlarimizni taqdirlashga bersak. Marhamat. Xo'p. Demak, qo'shni davlat Qirg'iziston Respublikasi O'sh shahrida respublikamiz hamda tumanimiz sha'nini munosib himoya qilib, chempion nomiga sazovor bo'lgan O'lmasov Oxonjonni tuman hokimining faxriy yordami bilan taqdirladi. Xuddi shunday yigitimiz Mirzayev Dilyorjon. Qani Mirzayev Dilyorjon? Aziz insonimiz, albatta O'lmasov Yazdonbek. Menimcha bu mana shu bizsiz kutgan yo'l bo'lsa kerak. Tabriklaymiz. So'nggi yoshlar albatta bo'ladi. Tabriklaymiz. Hurmatli vatandoshlar, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining berishiga tashabbus doirasida yoshlarning madaniy saviyasini yuksaltirish maqsadida Farg'ona viloyati madaniyat boshqarmasi, Royal Prestige hamda O'zbekiston Badiiy akademiyasi Farg'ona viloyati bo'lim hamkorligida Vatan mening nigohimda ko'rik tanlovi respublika bosqichi Halimjonov Baxtiyorjon Burxonzoda 3-darajali diplom bilan taqdirlanadi. O'zbekiston taqdirlash marosimida yana aziz insonlarimizdan so'xlik yoshimiz Azimjon Zohirjon Zamzamzoda 2-darajali diplom bilan respublika bosqichida olib bordi. Vaqtimiz tutgan Mirzayev Dilyorbekga mana shuni topshiramiz. Marhamat Mirzayev Dilyorbek. Hurmatli vatandoshlar, hurmatli zamondoshlar va tumanimiz mehmonlari, davom etamiz. Hokim va yoshlar uchrashuvi ko'tarinki ruhda davom etmoqda.
Bugun albatta yoshlar bilan uchrashuv barcha hududlarda albatta amalga oshirilmoqda. Mana kuni kecha tumanimizga tashrif buyurishgan viloyat davlat xavfsizlik xizmati boshqarmasi xodimlari tomonidan tumanimiz yoshlariga bir nechta albatta sovg'alar, xususan kitoblar karvoni topshirildi. Hozir tumanimizdagi 9208 harbiy qism albatta askarlarimiz, akalarimiz mana shu bugungi yoshlarimizni albatta qutlalash uchun o'zlarining sovg'alarini olib kelishdi. Marhamatlarni albatta yoshlarimizga topshiramiz. Marhamat 9208 harbiy qismdan kelgan hurmatli akalarimiz, vatan himoyachilarimiz. Hop, Turdaliyev Erkinjon, shattalar bizga ajoyib sovg'alar bergan xalqima yoshlar uchrashuvida. Qani? Komilov Mustafobek, Komilov Mustafo, marhamat. Sovg'alarni qabul qilamiz. Kitob o'qing. Hop, Shodiboy, marhamat. Qani Shodiboy. Va albatta davom etamiz. Qarachi mahallasidan Isroilov Ibrohimjon. Hurmatli Xushniylaxon, marhamat. Qani she'rlar chiqaringlar shundoq. Marhamat. Azamov Ayomiddin, marhamat yoshlarimizdan. Devayron mahallasidan. Hurmatli yoshlar, mana bugun ulug' kun ekan, mana yoshlarimizga sovg'alar topshirildi. Endi nima desam bo'ladi? Haligi xalqimizda bir maqol bor-da. Xalq teatrda oldiga kelmadimi? Teatr xalqni oldiga boshlagan gap bor. Shunday ekan, kitoblarni topshirish sizning ehtiyojingizda. Marhamat, yoshlarimiz kutishyapti. O'zing topshiringlar yoshlarimizga kitoblarni. Assalomu alaykum, hurmatli xalqimizlar. Men shu har qismga yaqinda keldim, bir oy bo'ldi. Bir oy ichida men haqiqiy so'hliklarni, respublikada haqiqiy iste'dod borlarni men endi ko'rdim. Sababi o'tgan yil 2019-yilda respublikamiz prezidenti qurolli kuchlar boshqarmasi Islom Karimov Shavkat Miromonovich olib borayotgan islohotlarning samarasi o'laroq, ya'ni shu yosh chegarachilar ko'rik tanlovida, ya'ni shu So'x tuman akademik litseyi respublika bosqichiga chiqdi-da. Bu vaqtda men Toshkentda xizmat qilardim. Bu yerda men harbiy qismda o'zim olib chiqdim. Ya'ni o'sha yerda, ya'ni Toshkentliklar va So'xliklar belyapti-da. Ya'ni respublikamizda 13 ta jamoa qatnashgan bo'lsa, So'xliklar o'zini haqiqiy o'rnini, So'xda haqiqiy yoshlar borligini, vatanimizning kelajagi borligini o'sha yerda ko'rdim. Men albatta ishonaman, men shu narsaga so'z beraman. Shu yil ham yosh chegarachilar ko'rik tanlovini viloyat tuman bosqichini birinchi o'ringa olib va'dani beraman. Bunga albatta tuman mutasaddi tashkilotlarning ko'magi va siz yoshlarni birgalikda harakat qilishimizga bog'liq bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Shu berayotgan kitoblarimizni, sovg'a qilayotgan kitoblarimizni o'qib, respublikamizning iqtisodiyotini, respublikamizning mustaqilligini yanada mustahkamlashishga kamarbasta bo'ladi deb umiddaman. Kitoblarimiz sizlarga.